Mani o'zimni farzandlarimdan tashqari yana 9 ta farzandim bor. Ya'ni o'zim otasi bo'lgan farzandlarimdan tashqari yana 9 ta farzandim bor. Men ularni mustaqil o'stiraman. Qaysi misolda? Umumiy nechta farzandingiz bor? 16 ta. 16 ta. 9 tasi bolalar uyidan chiqqan bolalar. asrab olgan bolalaringizmi yoki yo'q, men ularga ta'minlaysizmi shunday? yo'q, men ularni otasi deyman. Ularga ham men ota bo'lganman, lekin men ularni mustaqil hayotga, chunki men bir kun emas bir kun yo'q qolishim mumkin-da. Masalan, meni farzandlarim xolasi bor, ammasi bor, tog'asi bor, jiyani bor, amakilari bor, lekin ularda hech kim yo'q. Shuning uchun men ularni iloji boricha mustaqil hayotga tayyorlayman. Ularni jamoatga unchalik kam onda-sonda bir qo'yishim mumkin, storiesda bir o'tirib qolganimizda oilaviy yig'inda. Shulardan bittasi muammo qilib qo'ydi. Qanday muammo qilib qo'ydi? Bir qaysidir nimada, oti nima edi? Bitta o'rtog'i bilan diniy masalada bir-biriga tortishib qolishgan. yo'q, ma'lumot jo'natgan. Diniy masalada va bu nazoratga tushib qolgan va bu olib kirib tiqib qo'yishgan. Bir tomondan to'g'ri qilishgan. Nima uchun? Chunki diniy ma'lumotlarni albatta rasmiy manbadan olish kerak. Xorij saytlaridan emas yoki bu qanaqadir, chunki ular boru shunaqangi bir yaltiroq chiroyli qilib ko'rsatib qopqoniga ildirib olguncha-da, ildirib olgandan keyin yaxshilab o'sha bunda qul qilmagan, bunday qalqon tashlab olgandan keyin bilgan ishini qiladi-da.